Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aya. Mana uyga kelgan boya telefon qilsangiz ko'tarmaganim. Ha, ko'tarmagandilar. Mana gapir. Allo. Allo. Assalomu alaykum Dilorom opa, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat. Oldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Siz ham bayramlarni yaxshi o'tkazib oldingizmi? Ha, rahmat. Bo'lyapti, o'tayapti. Juda ham yaxshi. Opajon, siz bilan ayni damda Qalb satrlari loyihasi ijodkorlari bog'lanmoqdalar. Aha. Bugun siz uchun, butun oilangiz uchun juda qutlug', shodiyona kun ekan. Umringizning go'zal va barokatli 51 bahori, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin opajon. Rahmat. Bugungi shukrona kuningizda sizni jonidan ortiq ko'ruvchi, sizga ezgu niyatlarini izhor etuvchi qadrdonlaringiz bor va bizni loyihamizga ular o'z dil izhorlarini yuborishgan. Kimdan deb o'ylaysiz? Qaysi yaqin insonlaringizdan, jigarlaringizdan kutasiz tabriknomalarni, dil izhorlarini? Bular diyordanmi yo Badr ukamdanmi, Nadir ukamdanmi? Yana taxmin qilib ko'ring-chi opajon. Bilmadim. Aha, tushunarli. Bunaqa yaqin insonlaringiz juda ham ko'p, lekin bu safargi tabriknomani sizni opam emas, onamdek suyanchim deb biladigan jigaringiz Shodiyeva Nigora hamda uning oilasi, qolaversa Iqlima, Dinora, Elchinbek hamda Xushnozalar nomidan sizga atalgan maxsus tabrik maktublari yo'llashgan. Rahmat. Opajonim mendan biroz uzoqda turadilar. Har doim ham oldilariga borib tabriklay olmayman. O'shaning uchun mana shunday syurprizlik qilib o'z dil izhorlarini, tabriknomalarini biz orqali yetkazishni tanladilar Nigor opamiz. Rahmat. Agarda endi Dilorom opa ruxsat bersangiz, ularni sizga bo'lgan cheksiz mehri va sog'inchi muhrlangan qalb bitiklarini ham sizga o'qib eshittirsam. Mayli. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum mening suyangan tog'im. Qalbimning bir parchasi bo'lgan Dilorom opajonim. Bu dunyoda hamma narsaning o'z o'rni, o'z badali bor. Ammo jigarning, ayniqsa opaning o'rnini hech bir boylik, hech bir dunyo bosa olmas ekan. Opajon, bilasizmi, siz men uchun shunchaki jigar emassiz. Siz bu dunyodan o'tib ketgan, joylari jannatda bo'lgur rahmatli onajonimning iforli hidini taratuvchi yagonamsiz. Qachonki sizni yuzingizga boqsam, sizni bag'ringizga bossam, onajonimning o'sha iliq taftini, u zotning mehribon nigohlarini his qilgandek bo'laman. Onamdan qolgan yodgorim, onamning isini berguvchi ko'ngil yaqinim bo'lganingiz uchun sizga doimo ta'zimdaman. Bugun muborak 51 yoshingizni qarshilar ekansiz. Allohdan sizga uzoq umr, mustahkam sog'liq so'rayman. Baxtimizga doimo sog' salomat bo'ling. Xonadoningizdan fayz va baraka, yuzingizdan esa mana shunday samimiy tabassum hech qachon arimasin. Biz jigarlaringiz, qadrdonlaringiz va farzandlaringiz hamisha sizning baxtingizni, kamolingizni ko'rib quvonaylik. Sizga o'z sog'inchini mana shu she'riy satrlar bilan ham yuborgan opajon. Singlim she'r yozadi lekin. Keling endi sizga o'qib beraman. Sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Opa meni yo'qlab keling. Yarim ko'nglim to'qlab keling. Sog'inganman ona mehrin, siz onamga o'xshab keling. Yurakkinam ketmay nurab, jigaringiz holin so'rab. Shoir ro'mollarin o'rab, siz onamga o'xshab keling. Goh muzlayman toshli tanday, erkalar edi qanday. Bolam deng bir adashganday, siz onamga o'xshab keling. Do'st yor vafo qilmaganda, baxt u omad kulmaganda, dunyo yo'qlab kelmaganda, siz onamga o'xshab keling deya dil izhorlariga yakun yasabdilar opajon. She'riy satrlariga ham. Mayli, rahmat. Ko'p yashasin. Sizni ham opajon o'z jigaringizga, singlingiz Nigor opaga dil izhorlaringiz bo'lsa bemalol aytishingiz mumkin. Singlim ham baxtli bo'lsin, rahmat, ko'p yashasin. Bolalarini rohatini ko'rsin, qo'sha qarisin. Yaxshi joylardan kelin tushsin, unga ham bitta o'g'li bor. Mana shunday tug'ilgan kunlarda ko'rishib yuraylik. Mayli, rahmat singlim.
Dilorom opajon, oila a'zolaringiz, jigarlaringiz va sizni yaxshi ko'ruvchi insonlar ardog'ida doimo mana shunday aziz, mo'tabar bo'lib yuring. Bugungi tavallud ayyomingiz bilan yana bir bora tabriklaymiz. Bundan oldin qo'ng'iroq qilib tusholmagandik. Ko'p yashanglar, rahmat. Borlaringizga shukr. Rahmat kattakon opajon, sizga ham vaqt ajratganligingiz uchun, samimiy suhbat uchun. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ayyomlarni chiroyli qilib o'tkazib oling. O'zim bildim ko'zim bilan ko'rganlarim, goh ezilib, goh otulib yurganlarim. Yaxshi yomon kunlarimda yonimda siz ey, hayotimning quvonchisiz jigarlarim. Yelkangizda ko'tardingiz g'amlarimni, bitta to'ldirdingiz kamlarimni. Omadlarga tutashtirgan yo'llarimni ey, hayotimni quvonchisiz jigarlarim. Jigarlarim, mani erka deganlarim, xatolarimni to'g'ri deb yerga dosh turganlarim. Jigarlarim, mani erka deganlarim, xatolarimni to'g'ri deb yerga dosh turganlarim. Men yomonni suyib yaxshi degan hamsiz, dard cheksam yelib yetib kelgan hamsiz, baxt deganda ko'z oldimga kelgan hamsiz, hayotimning quvonchisiz jigarlarim. Keling endi bugun sizga kuylab beray, davra oling o'rtasida o'ynab beray. Baxtimizni bo'lishamiz oy kulchaday, hayotimning quvonchisiz jigarlarim. Jigarlarim, mani erka deganlarim, xatolarimni to'g'ri deb yerga dosh turganlarim. Jigarlarim, mani erka deganlarim, xatolarimni to'g'ri deb yerga dosh turganlarim. Jigarlarim, mani erka deganlarim, xatolarimni to'g'ri deb yerga dosh turganlarim. Jigarlarim, mani erka deganlarim, xatolarimni to'g'ri deb yerga dosh turganlarim. Jigarlarim, mani erka deganlarim, xatolarimni to'g'ri deb yerga dosh turganlarim. Jigarlarim, mani erka deganlarim, xatolarimni to'g'ri deb yerga